Men Aralov Abdusodiq Jabborovich, Qiziltepa sog'lomlashtirish va davolash stafi bosh vrachiman. Ish stajim 32 yil. 32 yildan beri bemorlarga xizmat ko'rsatib sanatoriyamizda oliy ma'lumotli mutaxassislar 10 nafarni tashkil qiladi. Bitta terapevt, pulmonolog, ikkita nevropatolog, bir nafar urolog, bir nafar stomatolog, bir nafar ginekolog, o'zi mutaxassisi va vrach ularning sanatoriyamizda mutaxassislar bo'lib hisoblanadi. Sanatoriyamizda quyidagi bemorlarga xizmat ko'rsatiladi. Asab tizimi kasalliklari, yurak qon tomir tizimi kasalliklari, o'pka nafas yo'llari kasalliklari, oshqozon ichak tizimi kasalliklari, buyrak kasalliklarini biz davolaymiz. Sanatoriyamizda fizioterapiya muolajalarini mukammal tashkil qilganmiz. Mana shundan biri 20-25 xil bor. Ulardan masalan sanomotorisi, ultrazor, elektroforez, suv muolajalari, vannalar, dushlar, bochkalar, asallar, bel tortishning 4 xil turi bor. Ruchnoy bel tortish, qo'lda bel tortish, tosh osib bel tortish, kompyuterda bel tortish, vannada suv ichida bel tortish muolajalarini bizda tashkil qilingan. Bundan tashqari tuzli borimiz, GAI ya'ni gidroaeronizatsiya, massajchilarimiz, manual terapiya, yumoterapiya, yangi mutaxassislarimiz bor, tashkil qilganmiz. Mana shunaqa xilma-xil muolajalarni, fiziya muolajalarini xizmat qilamiz.